kredit, mashina ham kredit, hamma narsa kredit. O'zimiz ham kreditga aylanamiz yaqinda. Qanaqa sabr qilish mumkin? Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu ketishda menimcha yashab. Oilaviy ajrimlar bugun yoki kechaning muammosi emas. Bu haqida o'rganmagan jurnalist, gapirib chiqmagan suxandon, bosilmagan gazeta qolmadi hisob. Mutasaddilar turli loyihalar amalga oshirilyapti, bu mavzuni o'rganyapti, ammo muammo hali hanuz o'z yechimini topgani yo'q. Eng achinarlisi, zamonaviy jamiyatda qanchadan qancha murg'ak qalblar, er-xotin kelishmovchiliklari, turli mojarolar sabab tirik yetim nomini olyapti. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda 23,3 mingta ajralish holati qayd etilgan. Bu 2024-yilga nisbatan 800 taga ko'p. Nima deb o'ylaysiz? Ajrimlarning asosiy sababi nimada? Shu savol bilan yurtdoshlarimizga mikrofon tutdik. Nima deb o'ylaysiz? Ajrimlarning asosiy sababi nimada? Avvalambor assalomu alaykum. Ajrimlarning asosiy sababi bu mening fikrimcha hozirda asosiy yoshlarning bir-biriga nisbatan kelishuv yo'qligi. Keyin endi men qiz bolalarni yomonlamoqchi emasman, lekin qiz bolalar agar o'sha o'g'il bola gapirganda yoki o'sha eri xo'jayini gapirgan payt o'shani tushunib, muhokama qilib, bir-biri bilan kelishib ish qilganda, balkim ajrimlar soni kamaygan bo'lar edi. Ayol kishini salgina sabr bo'lish kerak deb o'ylayman, rosti. Chunki men ham ko'p bunaqa narsalarni ko'raman. Ayol kishi hozirgi zamonga qaraganda oldingi mana bir 15-17 yil oldingi qizlarni salgina sabri ko'proq deb o'ylayman. Bu meni fikrim. Endi men ham to'y bo'lganimga 17 yil bo'ldi. Hozir bunday qarab yuraman, o'sha qizlarni besabrligi, har bitta narsasini ota-onasiga aytishi, hamma narsani tashishi, bu o'zi bo'lmaydigan. Ayol kishi hamma narsaga ko'nikishi kerak deb o'ylayman. Unaqa janjal urushlarga emas, endi erkak kishini boriga ham, yo'g'iga ham. Sababi bir-biri bilan kelishmovchilik, masalan, ikkita yosh bir-birini yaxshi ko'rmasa, turmush qursa ham bir-biri bilan kelishmaydi. Bir-biri bilan yaxshi ko'rishib, agar turmush qursa, kelishib ketadi deb o'ylayman. Asosiy sababi kattalarda. Kattalar majburlab erga berishadi yoki turmush qurdirtirishadi, o'shanda deb o'ylayman. Men asosiy o'ylaydigan narsam shu. Hozir qizlar ham o'zgarib ketgan, aynib ketgan. Erkaklarda bilmadim-u, lekin erkak kishi ham ayol kishi ham tushunsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. U katta hayotda ishtirok etib ko'rmaganman, bilmadim. Mening fikrimcha ajrimlarning asosiy sababi bu nima desam, qaynona va qaynotaning nima deydi, yosh oilaga munosabatlariga aralashishi shu asosiy muammo deb o'ylayman. Yana yosh oila qurish bu asosiy ajrim sabablar. Bir-birini tushunmasdan yosh oilalar birga yashashlari bu menimcha ajrimlarning asosiy sababi.